Xo'p o'rtoqlar, Damas mashinamizni olib qolganmiz. Chexol poli shum izolyatsiyaga. Videoni shoshilmasdan ko'ring. Poni Navorot Damas ko'rsataman. Mana-ku eng qiziqarligi ikkita oldiga Lasetti mashinalarga qo'yib, xudo xolasa pertashga qilib, zavodskiy qilib tikib berib, stroshkalarga bitta baho berib o'tib ketasiz. Holati, chotki holatda, vashshe maza bo'ladi, komfort bo'ldi aka. Xudo xolasa Malibu ballarni ham ustanobga qilib, chotki holatda monitorlarigacha ustanobga qilib, tinni holat, original monitorlar akalar bizda-yu aka. Chotki holatda tinni bo'ldi. Eng qiziqarligi mechgar puntlarini ustanobga qilib, xolasa puntda bitta zavod qilsangiz, avtomatik chotki holatda yuradi, xudo xolasa. Apshkalarni ham pulni kombinatsiya qilib, tinni holatda qilib berdik. Orqalari ham o'zimizni trenddagi dizaynda qilib, chotki holatda tayyor bo'ldi. Eng qiziqarligi jinnisini ko'rsataman. Mana kelar sizlarga. Ustuletlarini Kenot ustuletlarini qo'yib, ustanobga qilib, zo'r holatda tinni qilib berdik. Patoloylarimizni ham dizaynlarini qilib, chotki holatda qilib, barlarigacha qilib, kosmos qarang. Ashit jinnisi aka, kosmos qarang. O'zingizga maza qilib aka. Trenddagi barlarimizni qo'yib bergan, xudo xolasa. Patoloylarimiz o'zimiz trenddagi dizaynda qilib, tinni holatda qilib berdik. Hamma yo'g'ini choklarigacha, stroshkalarigacha tayyorlab berdik, xudo xolasa. Xo'p, noshkalarini ham qo'yib, zo'r qilib, tinni holatda qilib berdik. Trenddagi noshkalarimizni ham qo'yib berdik. Apshkalarni ham ponni qilib, ruchkalarigacha har bitta detaliga ishlov qilganmiz, xudo xolasa. Chexollarimizni ham ponni kombinatsiya qilib tayyor bo'lgan Lasetti mashinaga qo'yilgan. Oldiga eng qiziqarli tabloni qarang. Jinnisi yoki tabloni va shi. Xudo xolasa, tablo ham zo'r holatda tinni bo'ldi akalar. Trenddagi abisopkalarimizni qo'yib, xudo xolasa hamma yo'g'ini chotki qilib tayyorlab berdik. Akamiz Marg'ilondan kelgan ekan, ishlarini 100% qilib bitirib berdik. Kimga mashina sifatli ishlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Har doim xizmatdamiz akalar.